Assalomu alaykum, hurmatli Agrobuxoro kanali kuzatuvchilari. 2025-yil 4-sentyabrda biz mana doimiy klientimiz Jondor tumani, Buxoro viloyati Jondor tumani Jasur akamiz dalasiga bugun yetib keldik. Akam bizni makkalarga bir qarab qo'y deb chaqirganda, haqiqatan akam aytgancha bor ekan, agrotexnikasiga gap yo'q. Biz hali Jondor tumanidagi o'z bunaqa makkani ko'rganimiz yo'q. Daji hozir bizdan chemp dalalarni ham ko'rib keldik. Bu dalasiga akamni Greenlife kompaniyamiz torro ekilgan, aynan bu dalasiga. Bu yoqda chemp sortlarimiz ham ekilgan dalalar bor ekan. Haqiqatda Buxoro viloyatida birinchi raqamli desa bo'ladi aka, gap yo'q aka. Bu makkaji xori xudo xolasa aka, yerdan chiqqaniga necha kun bo'lib qoldi aka? Necha kunlik holat hozir shu umumiy holatda? 7-iyun nasida ekilgan, gideta bir 14-15 larga yerdan unib chiqqanda aka. Holatlari juda ham zo'r bo'libdi aka. Gideta hozir 75 kunlik, 80 kunlik holatda o'zi sota ushlashni boshlagan. Yerini akam avvalambor yeringizni aka haqiqatan zo'r qitaqlar ekansiz. Gap yo'q aka. Agrotexnikalari ham o'z vaqtida bo'lgan. Bo'ylari ham hozir bu ko'rib turibmiz, mana 3 metr sartoblari, bu yo'l atrofi, yerda atroflari, o'rta taraflari 4 metrgacha, 4 dan ham oshgan joyi bor ekan. Haqiqatda gap yo'q. Sotalari ham mana yirik bo'lgan. Haqiqatda aka agrotexnik tadbirlari zo'r bo'lgan. Aka, birinchi o'rinda siz yerda haqiqatda zo'r taqlar ekansiz. Yerda oziqlantirish jarayoni ham, mahalliy nur berishi ham, o'zi undan keyingi bo'lgan agrotexnikalari ham o'z vaqtida haqiqatda zo'r qilib qilibsiz. Allohim dehqonchiligingiz barakasini bersin, gap yo'q aka.